Do'stlar, sizlar bilan men Rayza Maxman. Do'stlar, bugungi videoda biz missiya bajarish, ya'ni missiya bajarish o'tgan safar oldik. Uni birinchi toychog'imni oldik. Bu ikkinchi, ya'ni yangi meni toychog'im. Ustachi hayotiga tushib bergan yangi toychog'im. Yaqinda oldim buni. Motorni o'rnatganim yo'q, hali buni tuning qilganim yo'q. Bugun missiya bajaramiz. Missiya bajarish part 2. Bugungi video ikkinchi qism. Hozir bizni byuroga sal to'xtab olaylik-da. Mayli. Qizildan o'taylik. Men sabrim chidamaydi. Qizilga 2 soat bo'ladi. Qizil ham. Mashtaga to'xtaymiz. Pоворotning avarinkani yoqamiz. Tushamiz. Xo'sh, endi nima qaraymiz? Bitta mashinani olib sotasiz. Bo'ldi. Mashina olib sotayotganimda videoni yoqaman. Do'stlar, qo'ydim. O'shanga gapiramay qoldim. Keldik. Eğer oladigan odam bo'lsa oladi. Shu odam kiraman. Va hozir qayta kiraman. O'shanda odam ko'p bo'lsa, o'shani sotaman. Qarab ketdik. O'sha obunachilik tushib oldik. Endi abonimizlar bir do'stlar deyman, bir obunachilar deyman. Bir o'rtoqlar deyman. Chunki o'rganib qo'yganman-da, undan oldin rosa repetitsiya qilardim. Kanalim bo'lmasdan oldin. Qayeramiz? Yuray. Yur. Ne yürümüydü buraya? Missiya bajaramiz hozir. $1 sotamiz. Yo, 1 ga? Shuni ko'taramiz, mashina qilamiz, tushamiz. Bo'ldi. Oladi. Kimdir bo'lsa ham. Mana men bo'ladi menimcha. Menimcha ham olsa kerak. Hozir mashina sotib olgandan keyin aloqaga chiqaman. Xo'sh, obunachilar missiyani bajardik. 2 gram 50 bo'ldik, 10 kuva 50 bo'ldik. Pul keldi. Kartam qarang. Mana. Missiyangiz bajarildi. Birinchisi bajarilibdi. O'tgan safar men bittasiga tushunmagandim, oxirgisiga. Endi uyga kiramiz. Xo'sh, obunachilar, bu yoqqa ichkariga kirdim uyga. Qaytib chiqqanimda pulni mashina toychog'imni oladigan bo'ldim. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib olinglar. Missiya bajarish birinchi qismida mashina toychog'im pulni bergan. Endi ikkinchi shartini ko'ramiz. Nima shart berar ekan? Ikkinchisi 50 metr drift qiling. 50 metr drift qiling. Bo'ldi. Urilish yozilgan. Bunday qilib drift rejim yoqamiz. Endi drift bosamiz. Urilmasdan drift qilish kerak ekan. Qirq 2 metr bo'ldi. Urilmay drift qilamiz. Kursilar bo'ladi. 42 metr bo'ladi hozir. Necha? Ne bilmiyorum, şu an inandı gördü. Bu driftleyen joyi var, driftledik. Yolumuz. Hozir bu anaqa So'xona mol degani qani sotib olishim kerak-da. Zapravkani. Ustachi hayotidagi zapravka joyim. Mana zapravka xonam. Endi
toychog'imga bitta zapochka qo'ysak, keyin driftlar. O'tirib turaylik mashinada. Undan keyin 5 metrga taksi olish kerak. O'sha taksi otganda shunda yoqaman taksini, keyin videoni o'chiraman. Yana sizlar qiziq qolmay qoladi. Ya'ni yurgandan qiziq qolmay qoladi. Keyin shuning uchun o'shanga sizlar qiziq qolmay qoladi. Shuning uchun videoni o'chiraman. 5 metr olgandan keyin videoni yoqib xayrlashamiz. Shoz obunachilar. Bir-birini ko'rgan narsa qilib shakl. Nechta plyus bor edi? O'g'lashimiz kerak. 15 ming plyus yozildi. Manimcha qabullik. Ana. Endi missiyamizga bittasini qo'shimiz kerak bo'ladi. Yomon zardarif qildim. O'zimga ham yoqib ketdi borib. Endi bitta pulimizni olamiz. Yo'q, bismillah. Mana tayyorlik. Shu pulchani oldik. Mashinani oldiga borib o'tirib pulimizni shunday buyoqqa gaz bosib qaylamiz sekin, осторожно. Keyin yerdan bemalol o'tib ketsa bo'ladi. Hozir yo'lda gaz chiqib qolmasa sekin qolsak bo'ladi. Endi men videoni o'chiraman, keyin yoqaman. Obunachilar, taksimiz o'z nihoyasiga yetdi. Anaqa missiya bajarishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammasini bajarib chiqdik. Bittasini mashina sotdik, bittasiga 50 drift qildik, 50 metr drift qildik. Bittasida hozir ana 4 kilometr 300 metr berdi-ku boshida. Sal tugamasidan oldinroq. O'shanda kuzga keldik, keyin 700 kilometr oldim, keyin tugatdim. Shu bilan missiya bajarish o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Rise Max bo'ldi.